Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nima uchun Ka'ba muazzamada tavof qilayotganda erkak kishilar ihromlarini, o'ng yelkalarini ochib oladilar? Nabiy sallallohu alayhi vasallam sahobalari bilan uzoq qiyinchiliklardan keyin Ka'bani oldiga tavof qilgani kirar ekanlar, umra qilgani kirar ekanlar. Makka mushriklari bu musulmonlar och qolishdi, qiynalishdi. Bularda bilagida kuch ham yo'q, oyog'ida kuch ham yo'q. Xullas kalom bular eplab qilisha olmaydi umralarini. Ya'ni nimjon kimsalar qayerdan ham maza qilib ibodat qilsin deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam quloqlariga bu gap yetdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Ka'ba muazzamani atrofida tavoflarni boshlar ekan, sahobalariga o'ng yelkalaringizni oching dedi. Va avvalgi boshki 3 ta tavofda yengil polvon yugurish qilib yelkalaringizni ko'rsatib yuguring dedi. Ya'ni yengil polvon yurish deb qo'yiladi buni, ramil yurish deb qo'yiladi, ramil qilasiz dedi. Nima sabab uchun? Makka mushriklari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sahobalarni eplolmaydi, bular juda ham ozib to'zib ketibdi deganida, musulmonlarda hali bilagida kuchi borligini ko'rsatish maqsadida, oyoqlari, bellari baquvvat ekanligini ko'rsatish maqsadida Rasululloh yelkalarni ochishni buyurdi. Avvalgi 3 ta yurishda ramil deb qo'yiladi, yengil polvon yugurish qilib yurishni buyurdi. Bu degani musulmonlar hali sog'lom, sportivniy, tayyor hamma narsaga ekanligini ko'rsatish edi. Illo shundoq ekan, agar imkon bo'lsa erkak kishi boshqa o'sha 3 ta tavofida, Ka'bani atrofida haj umra qilayotgan vaqtida tavofida yelkalarini ochishligi va 3 ta ramil yurish qilishligi esdan chiqmasin. Ammo shuni yana eslatib qo'yamizki, farz namozlar vaqti o'qib qolganida yoki tavof tugatgandan keyin o'qiladigan 2 rakat namoz oldidan albatta esingizdan chiqmasin, yelkalaringizni yopib namozingizni o'qing. Chunki yelka ochiq holatda namoz o'qishlik makruh bo'lishligi mumkin. Alloh taolo barcha hojilarimizni Masjidil Haromda, Ka'ba muazzamada qilayotgan amallarini, ibodatlarini daryohida husn maqbul qabul bo'lgan amallar qatorida qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.